Serxira ijodkor, ajoyib xonanda, bastakor, shoir va ko'plab O'zbekiston yulduzlarini yulduz bo'lishiga hissasini katta qo'shgan inson desam bo'ladi. Bahodir Nizomovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni. Yaxshi keldingizmi? Xushvaqt bo'linglar. Juda xursandmiz sizni ko'rganimizdan. O'zim ham xursandman sizlarni ko'rganimdan. Tashakkur. Yurtdoshlarimiz ham xursand. Ular bilan ham salomlashsangiz. Xursand bo'lishsa men ham xursandman. Albatta, hammalarni ko'rib turmagan bo'lsam ham iliq mehrimiz ila his qilib turibmiz. Aniq bu. Taklifingiz uchun kattakon rahmat, xursand bo'ldim. Ertalab sizlar uchun uyg'onib kelishga qaror qildim. Biz buni qadrlaymiz. Albatta, rahmat va unutmaymiz. Kutamiz sizni yana navbatdagi sonlarda ham. Bugun imkon qadar qiziqarli suhbat olib borishga, biz bilmagan yangi ma'lumotlarni bilishga harakat qilamiz. Bundan avval dastur uchun ikkita mavzu tanlab olgan edik. Biri o'sha smartfonsiz, telefonsiz qancha vaqt yura olasiz? Yurishim sal qiyin bo'lsa kerak menimcha. Chunki ish bilan bog'liq. Albatta, Bu ish bilan bog'liq bo'lganiga media sohasida, show biznesda bu eng keragi deyarli birinchi o'rinda deb o'ylayman. O'sha uchun qiynalib qolsam kerak. Hozir detoks qilinadi deb aytiladi. Mana ijtimoiy detoks debmi aytiladi. Raqamli detoks adashmasam. Hech bo'lganmi? Bo'ldi-ye, ishlatmayman deb telefonni olib borib, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib, ijod qilib yoki qayergadir ketib odamlardan uzoqqa bo'lib turadimi shunaqa holat? Bo'ladi. Agar ish bilan bog'liq bo'lmasa-da, mana shu telefondan umuman foydalanmagan bo'lardimi? Bo'lardim. Foydalanmagan bo'lardim albatta. Faqat yaqinlarim yonimda bo'lishsa. Agar oramiz uzoq bo'lsa, uni iloji yo'q. Masalan, men onamni sog'inib qolaman. Har kuni gaplashmasam, yasholmayman. Bugun dunyo miqyosida Uzog'imizni yaqin qilyapti. Albatta. Smartfonlar. Ana endi yaxshilik foydali taraflari ham ko'p. Men uni yomonlamoqchi emasman. Endi hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Kim qanaqa foydalanishiga qarab. Bugun smartfonsiz kun nishonlanyapti. Shuning uchun fikringizni bildik va Shomurod aka bilan bugun biz yana bitta ajoyib mavzuga qo'l urdik-da. Insonlardan qanaqa yaxshilik oldingiz esla qolarli, siz uchun katta yordam. Hayratlanarlisi, kutmagan insoningizdan, begona insonlardan deylik. Shu kundami yo o'zi umuman esda qolgani. Nima esingizga keladi mana yaxshilik haqida so'z ketganda? Unaqasi ko'p bo'lganda, har kunim yaxshilik deydi-yu, hammadan har kun yaxshilik olaman, o'sha uchun. Albatta. Juda ham. Kimnidir yomonligi ham o'zi aslida bitta yaxshilikda. Dars bo'ladi, dars bo'ladi, albatta. O'zimizni to'g'rilashga, o'sha uchun har kuni bitta yaxshilik olib ketaman hayotda. Uncha pozitiv insonsiz. Ko'z tegmasin. Yo'q, unchalik emas, televizorda shunaqa o'tiraman. Bu davlarga keldim. Eshigini ochib, nafratlanaman hayotda. Mana o'zi to'g'ri xulosa qilish ham shunaqa bo'ladi-da. Yomonlik qilsa ham xulosa qildim, keyingi safar bunaqa qilmayman deymiz, lekin yana shunaqa qilamiz baribir. Baribir. Odamzod ketaveradi-da. Xato qilaveradi. Aytishadi-ku, insonlarga ularni axloqidan emas, o'zingizni axloqingizdan kelib chiqib javob bering deyishgan. Bu to'g'ri. Mana o'zingiz yaxshi inson bo'lsangiz, yaxshilik qilaverasiz. Kam bo'lmang, Nabizaxon va Bahodir akaga ham tashakkur aytib qolamiz. Mana shunday ikkita kun mavzusiga samimiy fikrlaringiz uchun. Ana endi ijod olamiga nazar soladigan bo'lsak, siz ajoyib estradamizning primadonnasi Yulduz Usmonova bilan duet kuylash baxtiga erishgansiz. Mana shu jarayonlarni bir yodga olsak Bahodir aka. U paytda 16 yosh edim. 16 yosh. Adashmasam 16 edim. 2009-yilda qo'shuvni berganman. Ustozim yollarda organ chalardilar, Asqar aka Ibragimov. Ulardan qo'shuvni sovg'a qilib yetkazishingizni iltimos qilardim deb aytganimda, bo'ldi. Kayfiyatlariga qarab albatta ko'rsataman deganlar. Endi bilasizlar, ustozimizda har doim kayfiyatlari a'lo darajada, pozitiv bo'lmasligi ham mumkin. Ko'p vaqt. O'shanga yaxshi payt kutilgan va 2 yil o'tib ketgan. U paytda ular hozir gapirsak bo'ladi, zapretda bo'lganlar. O'sha uchun kayfiyatlar yaxshi bo'lishini va ko'rishni kutib qolib ketganman. Oradan 2 yil o'tib, 2 yilda qo'shig'imni eshittirishgan. Shunda o'zlari kechasi telefon qilib, qo'shuv yoqda kelib olam deganlar. O'zlari shaxsan. Albatta. Men o'zim yaxshi ko'rganim uchun bu menga baxt bo'lganda. Keyin oldilariga borganimda, to'g'risi xursandchiligimdan yig'i kelavergan. Sen bilan bugun menimcha gaplasha olmaymiz. Ertaga kelasan yig'lab deganlar. Keyin ertasi kuni borganimda u qo'shuvni birga duet aytishimizni aytganlar. Undan 5 battar o'sha kuni ham yig'lab berganman. Va yosh duetdoshlari bo'lganman. Shu uchun men baxtli insonman deyman. Hozir ham duet kuylaydiganlar ko'p, lekin eng yosh bo'lib, eng yoshi
man bo'lganman deb o'ylayman ijodlari davomida. Bilamiz, barchaga ma'lum sir emas, ko'plab ijodkorlarga ajoyib she'rlar, qo'shiqlar tayyorlab hozirlab bergansiz va ular har biri barchani qalbidan chuqur joy egallagan. Ko'plab ijodkorlar ijod qiladi, qo'shiqlar yaratadi. Har bir ijodkor xohlaydi uni asari o'lmas bo'lishini, uzoq yillar xalq xizmatini qilishini, lekin ko'plarda natija unday bo'lmaydi. Bunday qarasak, sizning har bir yaratgan ijod mahsulingiz katta yutuqlarga erishganda, buni siri, sababi nimada? Ko'p qo'shiqlarim to'yi uchun bo'lmaganligi sabab deb o'ylayman. Ko'pchilik natijani to'yi qo'shig'ini qilsam yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylashligida deb bilaman. Yana bilmadim. Endi balki bu ham bitta omad bo'lsa kerak. Manfaat ko'zlab qaysidir ma'noda. Albatta. Qo'shiqni keyin yozilish jarayonida ham bog'liqli taraflari bor deb bilaman. Sababi menga to'y bo'lib sho'x qo'shiq kerak desa, u o'xshamaydi aniq, chunki ichingizdan chiqmaganligini o'zingiz his qilib turasiz. Yaxshi qo'shiqlar o'zi kompozitor, shoirlar tomonidan yozilayotganda ichidagi u boshqa narsa, zakaz bu boshqa narsa bo'lib chiqadi-da. O'sha uchun ko'p mana tanilgan, yozgan qo'shiqlarimdan tanilganlari o'zimni ichimdan yozib chiqilgan, kimdandir zakaz bo'lmaganligi uchun tanilgan deb o'ylayman. Shunchaki qo'l bilan emas, qalb bilan yozilgani uchun. O'zi zo'r ta'rif. Agar buyurtma qilinadi-da, mana shu mavzu desa, sho'x bo'lsin, mana bunday bo'lsin desa, o'zingiz majburlab yozasiz-da, mana shu aytadi. Agar o'zi kelgandan keyin uni chiqarsangiz, o'zi vaqtincha qofiyasiga, gulini guliga, ohangiga, to'qib, qavib nima yetsin, mana shunaqa bo'lgan edi. Hozir bitta tinglasak. Nimasan taronasini tinglasak, o'zi qo'shib, albatta. Bahodirga marhamat, sizni sahnaga taklif shu yerga chorlab qolamiz va ajoyib tarona bizdan Bahodir Nizom ijrosida. Ketdik do'stlar. Osmonda yurdim, ba'zan ostona bo'ldim, unga yuragim berdim, sevdim yomon. Ah, Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib, gohda o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh, hayronman, nima deyishni bilmayapman. Chin sevgini qurboni bo'ldim, goh uchdim, gohida qo'ndim, bir umr borimni berdim, beryapman hamon. Goh Majnundek devona bo'ldim, goh tirilib, gohida o'ldim, olovsiz ba'zida yondim, qoldim omon. Sen ishmisan, jazomisan, balomisan? Sen o'tmisan, olovmisan, havomisan? Aytakmisan, davomisan, navomisan? Oh, hayronman, nima deyishni bilmayapman. Sen ishmisan, jazomisan, balomisan? Ay dardmisan, davomisan, navomisan?
Hasanno Katta gap bo'sh rahmat bugun emas. aytamiz. Bahodir aka ajoyib qo'shiq va kayfiyatlar yanada ko'tarildi. Musiqiy o'sha kayfiyatimiz oshdi desam bo'ladi. Sizga tashakkur aytib qolamiz. Rahmat sizlarga. Hozir mana qo'shiq ketyapti. Xayolimdan bitta narsa o'tib qoldida. O'zingiz mana san'atkorlarga yozib beryapsiz. Hech bir juda chiroyli qalbingizdan boshqacha joy olganini bo'ldi, hech kimga bermayman. O'zim aytaman deganlaringiz bormi kuylaganlaringiz orasida? Yo'q. Qizg'anmas ekanman lekin. Yo'q-e? Umuman unaqasi bo'lmagan. O'zim uchun bo'ladigan bo'lsa, yozib ketaveraman. Yangi qo'shiq o'zimning ko'nglimga yoqadigan. O'zingiz uchun alohida yoziladi, san'atkorlar uchun o'sha umuman qizg'anilmasdan so'ragan. O'zi yozilish jarayonida xayoldan o'tadi-da, buni mana shu san'atkorimiz aytsa chiroyli chiqadi, yaxshi bo'ladi deb o'tadi-da, menimcha Bahodir aka to'g'rimi? Va o'tadi. Lekin ko'pincha aksi bo'ladi. Men mana shu qo'shiq yangi yo'nalishda o'sha odamga tushadi deb tasavvur qilib yozsam, o'sha odamga ko'rsatsam, masalan, bu meni yo'lim emas ekan degan javob berishadi. Aslida yo'l yo'q. Qo'shiq masalan estradada ko'pchilik o'zbek estradasida bu bir xil yo'nalish deyarli. Kimnidir yo'nalishi bu meniki yo uniki degan narsani o'zi yo'q, sababi estrada bo'ldi tamom. Estrada bo'ldi tamom va ko'pchilik ayol san'atkorlarimiz maktabi Yulduz Usmonova. Asli negizi erkaklarniki Botir Zokirov bo'lsa, ko'pchilik agar ayollarniki Yulduz Usmonova. O'sha uchun kimdir meni yo'lim emas deyishi xato deb bilaman. O'zingga yarashsa, eta olishingga ko'zing yetsa, etgani ma'qul-da. Ma'qul. Yangi yo'nalish bo'lmasa, seni yo'ling bo'lmasa, o'sha balki yangi yo'ldir. Deylik, mana qo'shiq yozildi, hit darajasiga chiqdi. Hamma xonandani tanidi-da, yozgan odamni bilmayapti. Bu san'atkorlarning aybi. Oldin xafa qilardi, oxir xafa qilmaydigan bo'lib ketdi. Chunki narxini qimmat etib, etmasanglar ham mayli otimni deydigan bo'ldim. Agar men kimgadir chin yurakdan yozib hadya qilib oldin bo'lardi shunaqa voqealar. Voy, meni hozir yaqinda aytishadi, unaqa edi, bunaqa edi desam, hech kim eslamaydi. Qo'shiq qildik deydi, bo'ldi, tamom. Hozir chiqish yo'lini qilibdilar mana, narx qimmat. Bu aytadimi, yo'qmi, moliyaviy taraflama turib bersin bo'ldi. Albatta. Otimni aytmasa ham mayli. O'sha telefon raqamini o'chirib tashlasa ham mayli. Mayli. Yo'q, baribir ijodkorga ilhom beradi-da, qayerdadir uni nomini aytib Bahodir Nizomov. Aslida beradi, ilhom beradi. Mana shu qo'shiqni birga yaratdik va shu darajaga chiqdi qo'shiq desa, bu Bahodir akaga ozgina bo'lsa-da e'tiborda bu. Hech bir qo'shiq yozganingizda bu juda ham bir mashhur bo'lib ketadi-yo, hammaga yoqadi-yo deganingizdan keyin u darajada mashhur bo'lmaganlar bormi? San'atkorlarning aybi bilan bo'lib qoladi deb o'ylayveraman yana. Sababi olishadi-da, uyga o'sha tokchaga qo'yib qo'ygandek ekan. Qo'shuvga e'tibor bo'lmaydi. Balki ko'yniga o'tirmas, boshqa bo'lmas. Agar uni chiqarsa, albatta xalqqa yetib boradi deb bilaman. Yaxshi ijod mahsuli qancha vaqtda hozirlanadi? Voy, 1 soatda ham bo'lishi mumkin, 2 yil, 3 yillab bo'lgan qo'shiq ham bor. Bugun 1 soatda va 15 daqiqada ham hozir bo'lishiga shubham yo'q, chunki o'sha turli tarmoqlar, sun'iy intellekt degan tarmoqlar hozir bo'ldi va bu orqali 5 daqiqada ham qo'shiq tayyorlayotganlar bordi. Buni ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlar orqali. Siz professional mana shu sohani egasi bo'lib turib, nima deysiz mana shu qo'shtirnoq orasidagi ijodkorlarga? Qo'shtirnoq demaymiz, eplagan qilaveradi, lekin uni menga ta'siri yo'q. Sababi u sun'iy intellekt meni ichimdagi, yuragimdagi so'zni, yuragimdagi, aqlimdagi notalarni kuyga solib bera olmaydi. Aniq. Masalan, Yulduz opa Turdiyevani sevgimiz boshqacha, qo'shuqlarini, ijrolarini yoki so'zlarini menga yozib bera olmaydi. Shu uchun o'zim qilgan narsani intellektdan, sun'iy intellektdan ustun deb bilaman. O'sha uchun meni qo'rqita olmaydi u narsa. Kimdir aytmay qo'ysa ham qo'shig'imni o'zim aytib yetkazaman xalqqa. O'sha uchun ham va buni ko'p guvohi bo'lganmiz, turli coverlar orqali tinglaganmiz qo'shiqlarni va nafaqat o'zbek, balki turk qo'shiqlarni ham siz kuylab barchani qalbiga qaysidir ma'noda ohanglar orqali davo topgansiz, davo bo'lgansiz deb ayta olaman. Nima deydi? 100% taniqlilik darajasiga erishsam, xudo xolisa, bu gaplaringiz haqiqatga aylanadi. Hozircha o'zimni hozir taniqlisiz. Siz qilyaptilar, bo'ldi, qo'ying, tushuning. Mana o'zbeklardan tashqari chet elliklar ham bormi sizning qo'shiqlaringizda? Albatta, Tojikistondan, Qozog'istondan, Turkiyadan, Turkmanistondan, Erondan ko'pchilik bilan o'zlari qidirib, topib kelib sizdan so'rashadi. Albatta, ha, o'zligi. O'zim yozganlarim ham bo'lgan, masalan, Turkiyadan o'zim yaxshi ko'rgan san'atkorlarga yozib,
Bu ham bir omad bo'lsa kerak edi. Yozganimda turk ijodkor kim edi o'sha? Sinan Akchil, Eren Deriji, Hozirgi paytdagi adashmasam ularda top darajadagi deya olamiz ularni, to'g'rimi? Albatta. Chunki muxlislari ham talaygina, ijtimoiy tarmoqda ham ancha faol. Xuddi shu. Ziyodani nega taronasi chiqqanda biz maktabda o'qirdik. Sinfdoshlarimizni hammasi sevib tinglardikda. O'sha paytlarda ozgina siqilib, biz Ziyodani yaxshi ko'rib eshitganmizda, lekin mana vaqtlar o'tib bilyapmizki, mana shu qo'shiqni ortida nechta ijodkor ishlagan va kim yozgan, kim bastalagan uni bilgandan keyin ijodkorlarga bo'lgan mehr yanada oshyapti va biz yana endi bildik haqiqatda kim turibdi qo'shiqni ortida. Bu juda ham ajoyib tarona bo'lgan. Lekin o'sha paytlar hozir bunday tasavvur qilib qarasa, sizning yoshingiz kichkina bo'lgan. Bunaqa satrlarni yozish uchun bu dard qayerdan kelgan? To'g'ri insonni eshitganligimdan deb o'ylayman-da. Masalan, yana o'sha ustozimizga taqalaveradi. Meni ijodimni negizi ustozimga taqalaveradi. Yulduz Usmonova yana qo'shuvlarni yoshligimdan eshitganman. Endi bilasizlar, so'zni tanlab etardilar. Haligacha shunaqa ijod qiladi. Endi zamonga qarab hozir balki yengillashgan bo'lishi mumkin qo'shuvlarning so'zlari ham, lekin ijro qilmagan mavzulari qolmagan. Shuning uchun qo'shuvlaridagi so'zlar, aqlli so'zlar baribir shoirlar tomonidan yozilgan. Ular menga yod bo'lib ketganligi uchun qaysidir ma'noda o'sha so'zlar bilan birga chiqib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin uqib ham bo'lish kerak, tan olish kerak. Buni shakllantirish uchun o'zingizni ustingizda ham ishlasangiz kerak demak. She'rlar bilan, boshqa shoirlarning ijodi bilan ham tanishib, bunday ko'z qarab turasizmi, O'stasha? Qarab turaman, faqat birovdan she'r olmayman. Faqatgina sanoqli odamni olishim mumkin. Kimlar? Bekpo'lat Baxtiyor, o'zimning yana bitta do'stim bor, Ibrohim Mamajonov degan. U shoirlikka da'vogar emas-ku, lekin she'rlarni mendan ham zo'r yozasan deb qo'yaman unga ba'zida. Chunki hozirgi kunda bilasizlar, beginadan qo'shuv she'r olsangiz, oxiri nima bo'layotganini uni sudlarga berib yuborishyapti. Mualliflik huquqi talab qilishyapti, yo'q. Shunaqa. O'sha uchun men bu narsadan qo'rqaman va birovni qalamidan ko'nglim to'lishi qiyin o'zimni. O'shaning uchun o'zim zo'r yozaman deb qo'yaman. Qo'shuvlarni hali ichim bo'shab qolgani yo'q. Chiqaryapti. Ilhom qanaqa payt keladi? Ilhom nimaga keladi? Qachon keladi? Qo'ng'iroq qiladilar, keladi. Pulli ko'pligidan desam. Klient pulli ko'p ko'tarib kelsa, bu ham real qanaqadir fakt deb qarasa bo'ladi. Albatta. Moliyaviy tarafdan to'lqinlanishi mumkin. Shunaqa. To'g'ri-da, kelajakda. Kimnidir dardini eshitsam, o'ta ta'sirlansam, ota-onasi haqida gapirib berilsa, ota-ona haqidagi qo'shuvlar, masalan, vatan haqida hozirgi kunda yozadigan deyarli odamni o'zi qolmadi deb bilaman. Vatan haqidagi qo'shuvlarni o'zim yaxshi ko'rib yozaman. Ba'zida ijodkorlarda bo'lib qoladi ijodiy inqiroz. Sizda shu paytgacha bo'lganmi? Bo'ladi. Bir yilda bitta bo'ladi. Har yili bo'lib o'tadi. To'satdan bir 20-30 ta qo'shuv yozib tashlayman. Uni endi yakunlagungacha vaqtlar o'tib, proses ketib boradi. O'sha paytda orada hech nima yozmay jim o'tiraveradigan odatim ham bor. Qancha payt suradi mana shu muddat? 3 oy 4 oylab ham bo'ladi. Katta bo'lar. 3 oy 4 oy. Ani yig'ib qo'yganlarimni yeb yotaman-da. Ungacha. Juda ham samimiy ekanligingiz bu sirlarni shunchaki ochib tashlayotganingizdan bilinyapti, yo haqiqatda choy sehrli bo'lyapti, menimcha bilmadim. Bu mehr bilan damlangan, endi gapirtirsa gapirtiradi. Duetlar borasida kimlardan taklif tushyapti yoki sizni bir niyatingiz kim bilan duet kuylash bo'lyapti rejada? Katta orzuyimga erishib bo'lganman. Eng kattasini 16 yoshda urib bo'lgansiz. Endi kichkinalari qoldi. Kichkinalari mas'ul hammaligini hurmat qilaman va ijro deyarli aytib bo'ldim. Ziyoda Qobilova opam bilan ijro qilib bo'ldim. Lola opam bilan ijro qilganman. Dilso'z bilan ijro qildim. Opamiz bilan Mo'lda Asalxo'jayeva, Gulya Asalxo'jayeva, Madina Mumtoz. Eng yaxshi ko'rganlarim shular ijro qilib bo'ldim ular bilan. O'sha ijodlaringizni, coverlaringizni tinglab sizga havas qilib chiqayotgan yoshlar orasida sizga qo'ng'iroq qilib Bahodir aka bir duet kuylasak deb aytayotganlar ham bormi? Nimani masalan? Duet kuylash. Ulardan taklif tushyaptimi yoshlardan? Yoshlardan tushgan. Prosta qo'shiq aytish bilmaganligi uchun aytkim kelmaydi. Boshqa soha. Boshqa soha. Yo'q, o'sha sohadan ham bo'lishi mumkin. O'zimizning sohadan. Sizni ko'nglingizni to'ldiradigan ijrosi yo'q.
Ha. Shu sabab O'sha uchun, aytmayapsiz. shu. Agar bo'lsa, Bo'lsa, iste'dodi bo'lsa, albatta. taniqli bo'lmasa-da duet kuylaysiz. Albatta, uni taniqli taniqsiz umuman farqi yo'q. Boya Ijro shuningdek zo'r haqida so'z ochildi, o'sha qo'sh tirnoqchi deb aytganim, o'sha boshqa soha vakillari shunchaki o'sha bir paytlar so'z ustalari hazil qilib aytganda, borib alfabetni aytib bersa yaqinda qo'shiq tayyorlaydi deganda, shu kunlarga yetib keldik. Yetib keldik. Mana siz soha vakilisiz, shu sohani professional ustasiz, lekin boshqa soha vakillari shunchaki havas uchun qo'shiqlarni qaysidir ma'noda xor qilyaptimi deb ayta olamizmi? Aytib yuribdi. Yana jahli chiqib ketyapti To'g'ri, hattoki. shunday fikrlaringizni ayting Bahodir aka. Masalan, eshituvchi uchun jahli chiqmasa, bu normal holat. Ha. Faqatgina o'sha cover etayotganligini original variantini jahlini qo'zg'ab qo'yishmasa bo'ldi. Masalan, qo'shuvlarni kimdir buzsa, meni g'ashim keladi. U qo'shuv o'shanda yaraldi, tamom. Sen boshqa yangi o'shanga sarflagan vaqtingni yangi qo'shuvga sarflaganing ma'qul deb qo'yaman coverchilarga. O'zimga ham tegishli. Juda ham yaxshi. Biz sezdikki, yana bitta tuhfangiz bor bizga atalgan. Yana bir musiqiy sovg'alar bor. Sevmading taronasini Yangi hozir qo'shuv, ikkalasi ham yangi qo'shuv. premyera desak bo'ladi. Hozir esa tomoshabinlarimizga bu ham ajoyib musiqiy sovg'a bo'ladi. Yana bir bora sizni chorlab qolamiz Bahodir aka. Marhamat. Sevmading taronasi bizda do'stlar. Nima ham qilardim sog'inmay bo'lmas, sendan ayrodurman og'rinmay bo'lmas, bu yurak umidning ortidan qolmas, lekin hamon sog'inmayapsan. Kutaman, kutaman, yana kutaman, qalbimni hijronga majbur bo'lib otaman. Sog'inchning o'ylarida netay yuragim qoldi, sen esa sog'inmayapsan. Men kabi sevmading, 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 yonimda qolmading, qolmading, qololmading. Qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading. Ishonib xato qildim senga men yo'q. Men kabi sevmading, 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 yonimda qolmading, qolmading, qololmading. Qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading. Ishonib xato qildim senga men yo'q. Sevaman jonimdan ham deganding, men uchun ko'nglingni ham berganding, har kunimda yonimda bo'lganding. Endi sog'indim, sog'inmayapsan. Kutaman, kutaman, yana kutaman, qalbimni hijronga majbur bo'lib otaman. Sog'inchning o'ylarida netay yuragim qoldi, sen esa sog'inmayapsan. Men kabi sevmading, 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 yonimda qolmading, qolmading, qololmading. Qo'lingdan kelsa ham mehringni berolmading. Ishonib xato qildim senga men yo'q. Men kabi sevmading, 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 yonimda qolmading, qolmading, qololmading. Qo'lingdan
gap so'z bo'lishi mumkin Katta rahmat emas. aytamiz. Hamma hamisha sevilib, baxtli yashab yursin. Bular orasida yangi oila qurayotganlar bo'lsa, biz ularni baxtli bo'lishlariga chin ko'ngildan tilakdoshmiz va albatta Bahodir aka sizga ham mana shu tilaklarni aytaman. Yangi tandirdan uzilgan ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha siz o'sha nikoh qaydnomasini qayd etdingiz va 4 kundan keyin katta bir hayotga qadam qo'yasiz. Bo'ydoqlik bilan xayrlashib, katta hayot tomon. Qo'rqityapsizlar. Yo'q. Mana shu biroz qo'rqinchli bo'lsa-da, lekin barchamizning boshimizda bor. Bahodir aka, sabr qiling endi, sabr bardoshli bo'ling. Men mana uni bejiz kiyib yurmayman deyman. Albatta, hayot, oila va avlod kerak Siz barchaga. rostdan qo'rqitishni boshladingiz. Yo, yaxshi, men tabriklayapman. Hazillashdan qo'rqmayapman. Hammasi yaxshi bo'ladi Bahodir aka. Arishaq qanday bo'ladi deydi. Xudo xohlasa. Go'zal bo'lsa hayotingiz va bir-biridan shirindan shakar farzandlar bersin. O'sha farzandlar bilan kelajakni mustahkam quring va farzandlaringiz ham siz istagan darajadan juda ham yuqoriga o'tib ketsin. Aytganingiz Siz tabriklaymiz. Bu ma'lumotni eshitib xursand bo'ldik. Rahmat. O'zim xursand bo'ldim. Endi eshitdim. Yana suhbatni davom ettiramiz. Hozir aytib o'tdingiz-ku, boya 20-30 tacha qo'shiqni bittada yozaman-da. Demak, asosiy vaqtingiz baribir studiyada o'tadi. Qarindoshlar ham, boshqalar ham kelib sizni studiyadan ko'rib ketib yaxshimisizmi? Qarindoshlar uyda tursin, onamni ertalab ishga chiqib ketaman. Uyda bo'lsa ham studiyam shu bilan obed payti ovqatda ko'rishamiz va kechqurun tushlikda ungacha ijodda bo'laman. Do'stlarim, o'sha klientlar deymiz-ku. Hammaliga kelib ular bilan gap sotib qolib ketilinadi. Endi ularning dardini eshitishingiz kerak. O'sha uchun asosiy vaqtim. Ijodkorlar mana shu narsaga moslashgan bo'ladi. Bu zavq beradi. Sizga qanaqa tuyuladi? Menga ham zavq. Yaxshi, baribir. Ijod bo'lib turgandan keyin ilhom parisi siz bilan yoningizda hamroh bo'lgandan keyin mavzu almashasiz, dardini eshitasiz, fikrini bilasiz. Kelgan odamni o'zidan yangi so'zlar o'rganaman. Boy aytganimizdek, har bitta odam darsli, yaxshilik dedik-ku. Faqat yaxshilik bilib qabul qilish kerak, yaxshi tomonlarni ko'rish kerak. Sizga tashakkur aytamiz Bahodir aka. Mana shu ilhom parilaringiz sizni hech ham tark etmasin, ta'qib qilib yoningizda yuraversin. Yangi asarlar, o'lmas asarlar yaratishda, ularni muxlislarga, tinglovchilarga taqdim etishda davom eting. Bugungi samimiylik uchun, suhbat uchun tashakkur. Sizlarga rahmat. Yaqinlashib kelayotgan yangi oila muborak bo'lsin. Suhbat so'ngida tilaklar bo'lsa tomoshabinlarimizga marhamat. Eng keragi yurtimiz tinch bo'lsin, tinch yurtda to'y tomosha bo'ladi, qo'shuv yoza olamiz. Har kunimiz xursandchilik bo'lsin. Eng keragi sog' salomat bo'lib, hech qachon kasal bo'lmanglar. Sizlarning ham ijodiylarga omad, bundan-da yuksalib, yangi loyihalarda sizlar bilan ko'rish nasib qilsin. Sizlardan ham kutib qolaman. Mendan qo'shuv kutganinglarda, aytib qo'ysam, yangi loyihalarda chaqirishinglarni. Albatta. Biz tayyormiz, siz kelsangiz bo'ldi. Albatta kelamiz. Tashakkur aytamiz. Aziz do'stlar, mana shuning bilan dasturimiz tobora poyoni tomon yaqinlashib bormoqda ekan. Biz xayrlashmaymiz, shunchaki oradagi tanaffus bizni ayirib turadi. Kelayotgan dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Yangi kunlar, yangi hafta qadar omon bo'ling. Ko'rsatuvimiz davomida kuningiz zavqli bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Nafaqat biz, balki kadr ortidagi jamoa ham. Umid qilamiz, mana shu maqsadni biz keraklicha o'rinlay oldik. Kuningiz yaxshi o'tsin, har doim yaxshilarga va yaxshiliklarga hamroh bo'ling. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr do'stlar. Zavqli